To'rttagina chiroyli qilib pishgan joyidan hop bo'ling. Uzoqvorsinlar. Hop bo'ladi. Ey yashang. Piyozdan sel piyoz bo'lsin, sel piyoz. Qalampirdan ham sel. Qalampirdan ham bo'lsin, sel piyoz bo'lsin. Qani. Hop, barakalla. Muhammadjon aka. Nima? Assalomu alaykum. Iya. Zotirjon. Assalomu alaykum, bormisiz? Sizmisiz? Sonlaringiz yaxshimi, xush kelibsiz? Qo'qonimizga xush kelibsiz? Yankas bilan muora. Qulluq. Ha, nima bo'ldi bu? Ha, endi nima deydi? Bu yoq kooperativ edi hamma yoq. Qanaqa kooperativ? Bu soch-solishlar, ashulalar qayerda qolib ketdi? Ashula ham o'z yo'li bilan, lekin endi hozir ko'rib turibsiz, hamma yoq kommersiya. Kooperativ. Sizga tushundim. Hozir go'sht qimmat, yog' qimmat. Nima bo'lsa ham qozonga yaqin yurgan yaxshi-da. Yaxshi deydi. Qozonga yaqin yursang yog'lanasan degan gap bor. Lekin do'stim, siz san'atkorsiz. Mana Sayyor degan ansamblni rahbarisiz. Har kun el yurtda og'ziga tushgansiz. Siz bu ishingizni qo'ying. Mana erta-indin yangi yil mo'ralab turibdi. Xalqimizga yangi qo'shiqlarni sovg'a qilishga harakat qiling. Tashlang bu ishingizni. Mana bizni fayton aravamiz poylab turibdi. Shoirlar shahrisan omon yo. O'g'illiksan jonim ukam omon yo. Eng zo'r shoirlar shahrisan omon yo. Keng bag'ringda furqatu charxing o'ngan. Muqimilar avlodi sani omon yo. Omon yo aytaylik davramizga do'stlarim. Choyxonada gaplashaylik, ishlaylik eski yana. Omon yor aytaylik keling, davramizga do'stlarim. Choyxonada gaplashaylik, ishlaylik eski yana. Shamoli sozimni sozlagan ko'rkam jamoli kuylashda mastona bulbul misoli bu yerda hech kimning yo'qdir armoni el madhini kuylay doim omon yo o'qonim ona shahrimsan omon yo el madhini kuylay doim omon yo O'qonim mening baxtimsan omon yo. Omon yo aytaylik keling, davramizga do'stlarim. Choyxonada gaplashaylik, eshitaylik eski yana. Omon yo aytaylik keling, davramizga do'stlarim. Choyxonada gaplashaylik, eshitaylik eski yana. Murodi Rahimanga tan berar yosh avlodi Muxtori bastalar qo'lida sozi Jaraylasin doimo sho'x ovozi Sayyorang kuylasin doim omon yo O'qonim ona shahrimsan omon yo Sayyorang kuylasin doim omon yo O'qonim mening baxtimsan omon yo Omon yo aytaylik keling davramizga do'stlarim Choyxonada gaplashaylik eshitaylik eski yana Omon yo aytaylik keling davramizga do'stlarim
yashaylik, eshitaylik eski yana. Doktorjon, sizga katta rahmat. Endi Muhammadjon aka. Endi bu qo'shiq bir yil bo'ladigan gap bor. Xo'sh, nima demoqchisiz? Endi men aytmoqchimanki, biz san'atkor ukalarimiz ham bor. Shularni ham bir jo'q qo'shig'ini eshitib ketsangiz. Eshitsak bo'ladimi? Arziydimi o'zi? Ha endi arziydi albatta. Arsa, marhamat, eshitamiz, kim ekan ular? Ular bizim juda chiroyli ukalarimiz, baxtiyorjon ukalarimiz bor. Kasblari nima? Kasblari o'zi o'qituvchi. Qarang, O'qituvchi. kasbi o'qituvchi, o'zi san'atkor. Haqiqatan bu Qo'qon tarixiga bunday e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana mashhur shoirimiz Muhammad Amin Xo'ja Muqimiy ham kasblari novvoy bo'lgan. Albatta. Lekin shoirlik bilan dong taratgan. Agar kasblari o'qituvchi, san'atkorlikka aloqador bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Xo'p, Muhammadjon aka qo'shiq bo'ladi. Rahmat.